Assalomu alaykum Sementorus kanalining hurmatli obunachilari, hammalaringga Allohdan barakali kun tilagan holatda bugungi videorolikni boshlaymiz. Bugungi videoroligimiz Farg'ona viloyati, xo'p, Qo'shtepa tumani Oqpilol degan joydan bo'ladi. Xudo xolasa, mana shu yerda 100 taga yaqin semental buqalar bor. 4-5 oylik, hammasi sutdan chiqqan, sifatlari bir-biridan ajoyib. Shular xudo xolasa videoroligini qilib beramiz. Videoga yoqsa like bosib, fonni chorva ishqibozlarga podresa qo'yasizlar. Nima sababdan sementallar narxi anguslarniki bilan qimmat degan savolga ham javob olasizlar. Boqishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Ham reklama, ham foydali videolar qilamiz. Mana shu shoqi bo'ladi. Bundan oldingi katta sementallari shoqi. Buni kuydirishga asosiy sabab 3 ta sifat belgilanadi. Birinchisi, qarayotgan odamning hayot uchun xavf solmaslik, ikkinchisi bir-biriga mexanik jarohat bermaslik, uchinchisi shu organizmga kerakli bo'lgan kalsiyni 30-40% gacha shoqiga ketishni oldini olish uchun kuydirib qo'yiladi. Xo'p. O, itam bor ekan, dahshat. Bu yerda hammasi bu urg'ochlar sotilib ketdi. Agar kimdir sigir qilgani mahnaqa novot rangni olaman deydigan bo'lsa, eng kuchli sut beradigan mahnaqasi bo'ladi, novot rang. Sementalda ham o'zi turi ko'payib ketdi. Kallasi oq bo'lsa, bir xil eshikda ham sementalda ish boryapti odamlar. O'shaning uchun imkon darajasida mol olishda ahamiyatga berib, zoti, sifatiga qarab olaverasizlar. Xo'p, bu yerda narxlari 12 milliondan 20 million, 22 milliongacha katta kishiga qarab, bundan kattalari ham bunaqa bor. Ulardan ham ko'rsatib ketamiz. Kelasizlar, ustida gaplashib, chiroyli qilib sotilayotganlari ham bor, xudo xolasa. Ammo o'tda sementalda ham damini beradigan bor ekan, qo'rasin. Uf, shunday dahshat ekan. Doktorlar bor, agar shoqi borini oladigan bo'lsalaring, siraz shoqini kuydirishib, chiroyli qilib berishaveradi. Xudo xolasa, o'sha oliy toifali veterinar doktorlar bor. Behijolat hech qanaqangi molga sezdirmagan holatda ikorlarni qilishib, kuydirib beraveradi. Mollarni xudo xolasa tanajoni sog', hamma vaksinalari bo'lgan. Sutdan 100% chiqqan. O'g'ri. Kattaroq o'sib qoldi. Ichkariga kirsak-ku holatlarni kuzatib ketaylik. Mana shunisi bitta gibrid ekan. Omoz zo'r ekan mana shu. Hozir kunda bularga imkon darajada bo'ladigan bo'lsa, yana bir 2 oy davomida silus bermay turgan ma'qul, chunki ularda shu katta qorin endi rivojlanyapti. Bir yarim oy yaxshi parvarish qilinadigan bo'lsa, xudo xolasa, juda ham zo'r natijaga erishsa bo'laveradi. Semental zotini xo'p, eng zo'r fishkalaridan bittasi, qolgan misol Angus ham yaxshi mol, Avlikol, Grifford boshqa mollarga nisbatan o'sish tezligi xo'p, to'xtash yo'q bulardan. 1 tonna, 1 tonna tevasiga chiqib turadi. Kunlik o'rtacha ves yig'ishi 1 kg 200 dan 1 kg 400 gacha. Agar yaxshi qaraladigan bo'lsa, albatta, suvini, yemini hammasini обязательно beriladigan bo'lsa, boshqa holatda semiraveradi. Xo'p, Avlikollarda, Griffordlar, Anguslarda обязательно qo'yib yuborib boqish kerak. Baylab boqadigan bo'lsa, stressga tushib ketishi ham yaxshi bo'lmaydi. Bularda farqi yo'q. Baylasizmi, qo'yib yuborasizmi? Umuman O'zbekiston sharoitiga 100% o'ta ham zo'r holatda moslashgan. Hollarda qarang, go'zalligi. Ashbola ham katta o'sib, ponni fermer olamizmi? Abduhokim, like bossizmi fermerlar? U mol baqarlar bitta like bossizmi sizga? Ha, deyaptim. Zo'r bo'ladi, bu meni jiyanim bo'ladi. Bularga berilayotgan ozuqa o'sha maxsus yemdan berilyapti, xo'p, va beda berilyapti. Undan boshqa hech nima berilgani yo'q. Joylari mana shu holatda turibdi. Umuman mollar shunday zo'r ekan. Mashinali past mahallali Elyor degan bola olgan ekan. Butun umri semental yomonlar, bilmayman, Akmal bilan birga kelishib mashina olishibdi. Haqiqatda zo'r ekan. Shuni qarang. Elyor, bab o'tibsan-da qirg'iz buqadan. O'shaning uchun tam bergin, katta ketmagin. Chiroyli qilib oldiga mahnaqa yemlarni solib qo'yishdi. Beda. Bunga silosan berasizlarmi? Bir tomon gallashtirib ketadi. Buni bermay turish kerak-da. Yemga nima qanaqa yemlar berilyapti endi bularga? Mana yemlarimiz aka. Qarang. Bu o'zimiz, bu o'zimiz oddiy yem bu.
Yo'q, andaqami yo'q. Ay aka mana qoplari ham. Qanaqa? Qoplari. Mana Aa, trenddagi ham u. Mashalloh. Gap yo'q. Hollarda holati mana shu holatda, xudo xolasa, shoxlari kuygan. Xo'p, narxlari ham kelaverasizlar bor holatiga qarab. 25 millionlik ham bor. Kattalari naryoqdami? Kattalarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Ular ham shu vali Faka Fashion degan sortidanmi deyman-a? Somonlar qarang. Juda ham chiroyli qilib maydalab qo'yilgan. Mana shu yerda bir 10 yil oldin bir 100 ta novvos boqilganda fashi qadim zamondagi sistema qo'llab ponni atala qilingan. Oxiri o'zlarining qadlariga o'zi yetib, bonni yig'ishtirib oldi. Atalari halok bo'lgan joyi. Tugagan joy. Bu yerda ham opta yangi videorolik qilamiz endi. Shu xalq dushmanimisan degan atalachilar degan haqida bitta bomba videorolik qilamiz. Bo'ldi. Maytda ekan, kattalari. Mol yurib bo'pti bular. Gap yo'q uni. Yaxshi. O'g'onachilar ham bormi ichida? Naryoqda xonachilar ham bor. U gibridmi? Xonachilar, gibrid Sotiladimi? sotiladi xonachilar. Xonachilar sotilaveradi. Xonachilar sotiladi. 4 ta edi, 2 ta qoldi, 2 ta sotildi. Sotilib ketdimi o'sha? 2 ta sotildi, 2 tasi qoldi aka. Yo'q. 2 tasi chetda turib. Ha bu mana abad kundan qarang, fermerni. Suvi yo'q. Maynaga mol boqib berib boqib bo'lyapti, bormi? Suv naryoqda. Bu nima bu qilyapti bu? Bu qiziqishga qo'yib qo'yildi. Ha, gap. O'rnatinchilar ham bor ekan. Men bilan aloqaga chiqaverasizlar. Bular sementalga galishtayn, a? Bular chorniy poster deydi. Chorniy poster, ya Mickey Mouse, Mickey Mouse. Kameraga yozib ketaverasizlar. Aniq sorti yo'q bizda. Kim oldi? Sotilmaydimi bular ikki chaqirlik? Ha? Kim oldi-ku ya?